Mana shu archamizning narxini kim biladi? 100 milliondan oshib turadi deyishyapti. Sizlar bilasizlarmi? Bilsanglar kommentariy yozib yuboringlar. Assalomu alaykum akalar. Tuzumsizlar? Bugungi lokatsiyamiz bahor kunlariga Dilshod akam bizani bo'lib aylantirib chiqardi. Assalomu alaykum. Yangi mahsulotlarga kelgan ekan. Sezon keldi, xudo xolisa bu yog'iga uylar bitadi, zeleniy zonalarni hamma chiroyli qilishga harakat qiladi. Yuraylik ichkarini ko'rsatamiz sizlarga. Dilshod aka, bu yoq hudud to'g'risida ma'lumotlar bering bizga. Qatga nima uchun bularni? Xo'p, qarang, bu burchagimiz aslida landshaft uchun kerak bo'ladigan instrumentlardan boshlanadi. Именно landshaft uchun kerak bo'ladigan hamma narsa. Bu yoqda dekorativniy toshlari bor, sosnoviy karalari bor. Bular endi mavsumiy gullar hammasi. Men bularni iskussiyniy deb o'ylayman. Xo'p, bu yoqda aslida shular gullar uchun kerak bo'ladigan to'ylarimiz bu yoqda bor. Bular o'zingiz tomonidan ishlab chiqariladimi? Shunaqa desa ham bo'ladi endi. Bu yoqda yana sun'iy toshlar bor ekan. Ha, bu yoqda hammasi dekorativniy, shu har bitta landshaftga kerak bo'ladigan aksessuarlar desa ham bo'ladi. Xo'p, Dilshod aka, hozir hamma joy probkalar bo'lyapti. Bir joydan ikki joyga borguncha 2 soat, 3 soat vaqt o'tyapti. Men uyimni bitirganimdan keyin zeleniy zonasiga sizlarga telefon qilsam, sizlar fantammi, hamma ishlarni patkulchi qilib bera olasizlarmi? Men telefon qilaman, kelasizlar, ishim hal. Bo'ladi, bunaqasi o'zi bu qanaqa bo'ladi? Siz telefon qilasiz, misol uchun landshaft qildirmoqchiman deysiz. Bizda landshaft bo'yicha mutaxassisimiz borib ko'radi, avvalo joyizni, quyoshni, soyani hisobini oladida, keyin sizga maslahat beradi. Значит, bu yoqqa mana bunaqa narsa ekanmiz, bu yoqqa bunaqa narsa ekanmiz. Buni biz 3D shaklda ham ko'rsatib bera olamiz. 3D shakl. 3D dizayni ham bu. Agar u ham bo'ladi desangiz, 3D bo'lmasa, primerni xohlasangiz olib borib bo'lsa ham qo'yib joylarni ko'rsatib bera olamiz. Sizga ma'qul kelgandan keyin o'sha ekish ishlari boshlanadi. Umuman landshaft deganda hammasi noldan boshlab shu oxirgi nuqtasigacha qilib beriladi. Hozir bu yoq qancha hudud joylashgan? Hududi o'zi? Bu yoq taxminan necha mingtadan oshib ko'chatlar bor bu yoqda? Bu yoqda hozir taxminan 6-7 gektar joyimiz. O'simliklar 120 xildan ortiq o'simlik bor. Endi sonini bilmayman, soni ancha ko'p. Sonni aytolmayman. Sonini shu darajada katta joy ekanki, men o'zim ham menimcha unum yetmasa kerak emas sanashga. Bu yoq qismga o'taman. Mana shu narsa menga qiziq. Nima o'zi mana shu, bro? Bu qarang, bu bonsai, bu o'simlikning o'zi majvelniy. Buni shakli bonsai usuli deyiladi, ya'ni bonsai uslubi. Shu majvelniy o'simlikdan shunaqa shakl berishgan. Bunga juda ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun narxi ham buni boshqacha bo'ladi. Boya aytganingizda soya, quyosh duosiz, lekin bu yerda hozir hammasi quyoshda turibdi-yu, bu yerda hammasi quyoshga chidamli daraxtlar qo'yilgan bu hozir. Qarang, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bizda 1, 2, 3 ta karta bor. Ular hammasi tepasi yopilgan, e'tibor bergansiz. U yoqqa quyosh tushmaydi. Bizdan shu yoqqa biz quyosh tushmaydigan o'simliklarni qo'yamiz. Bu tarafda esa polni hammasi quyoshga chidamli o'simliklar bo'ladi. Hozir mana shu pitomniklarda eng qimmat daraxt nechta bir? Eng qimmati endi 100 milliondan balandroqda. 100 milliondan balandroq. Yaxshi. U O'zbekistonnikimi yo u ham Yevropadan kelinadi? Yo'q, u bizda o'zi aslida hammasi Yevropadan keladi. Qaysi shahar Yevropa? Italiyadan, ko'proq Italiyadan keladi. Italiya, Gollandiya, umuman shu Yevropa atrofidan keladi o'simliklarimiz. Bu bitta 100% hammasi Yevropadan keltirilgan narsalar. Hammasi Yevropadan. Bizda mahalliy mahsulotlar sotilmaydi. Hammasi Yevropaning mahsulotlari. Yana u yoq past qismini tushib ko'rsangmi? Bemalol bu yoqdan zo'r. O'zi ham bu yoqni ko'rsatib o'tsalar bo'lardi. Qarang, bizda fura keladi-da. Yo'q, bu qarang, bular listopadniy daraxtlar bo'ladi. Ya'ni bular barg tashuvchi daraxtlar. Bu o'sha beryoza mana. Beryozani shunaqa shtampli shaklda tarbiyalashgan. Odamlar bolasini tarbiya qila olmayapti. Kimlardir daraxt tarbiya qilyapti. Qoyil. Juda ajoyib. Kelib o'zingizlar ko'rishinglar maslahat beraman. Kelesizda mo'stadan tushishinglar bilan chap tomonda bahor gullari. Har kuni yangi mahsulotlar kelar ekan, tushirishyapti. Xaridorlar ham juda ko'p. Ana magnoliyani ham maza qilyapman men. Har qanday kislorod berar ekanda shuncha daraxt bor. Hech qachon bunaqa tetik bo'lmagan. Ya'ni bularni qaysidir ma'noda bizning iqlimga moslashtiriladimi yo
u boshlanishi buni xonakilashtirish deydimi, nima deydi ana shundoq. moslashtiriladi, iqlimga moslashtiriladi. U qanaqa bo'ladi? Olib kelib, misol uchun yerga ekib qo'yilishi mumkin. O'sha bitta qishi, bitta yozni ko'radi-da, o'shandan keyin уже bilsa bo'ladi, значит bu bizani quyoshga bo'lar ekan, bu bizani sovuqga chidaydi degan fikr uyg'onadi. O'shandan keyin biz sotuvga olib chiqamiz buni. Mana qizillaringiz nima? U qanaqa nomlanadi? Bu ham italyanikimi? Qarang, bu ham Yevropaning mahsuloti. Bu Fatina degan o'simlik. Beshta zeleniy turadi. Umuman barg Bettilarni ko'pi O'zbekiston uchun yengillikmi? Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, necha yil oldi bular kirib kelgan o'zi O'zbekiston mana. Endi- Qanchalik iqlimimizga moslashgan bular hammasi? qarang, to'g'ri savol berdingiz. Bular уже taxminan 10-15-20 yil ichida уже kirib kelish boshlangan. Bu yoqda hozir ko'rib turgan hamma o'simligingiz O'zbekiston iqlimiga to'laqonli moslashtirilgan. Apartament qaranglar. Nima bu mana? Bu majnun tol bo'ladi. Majnun tol shunaqa shtapoyisi. Majnun tol tagida uchrashamiz degan bo'lardik. Xo'p. Mana bular bu mana Qarang, Mana barg bir chiqarishdan suvliga oldin o'xshaydi. gullagan hozir bu. ha, Bu magnoliyani shunaqa sorti, bu listopadiy magnoliya, Susan bo'ladi. Bu oldin gullaydi-da, keyin barg chiqaradi bu. Magnolia. Buni necha xil ranglari bor? Faqat mash rangdami yo boshqa ranglari ham bo'ladimi? Buni har xil ranglari bor, bardovisi bo'ladi, oqi bo'ladi. Shu bilan qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berishga harakat qildik. Buning uchun Bahor gullari menejer Dilshod akamga rahmat aytamiz. Dilshod aka rahmat. Kelinglar, ko'ringlar, mazza qilib ketasizlar. Dilinglar yayraydi. Hammanglarga omad.